maktabi. Yana bir kuni Quchog'ingda bo'lay maktabi. Sog'inamiz. Endi tinmay do'st o'rtoqda. Takrorlanmas hayotda eng go'zal chog'ni. Charchamay turgin do'stim bir oz. Qo'ng'iroqni. Diydoringga to'yib olay maktabi. Bo'ldi. Mana shu kabi turli fan olimpiadalari va tanlovlarda munosib ishtirok etayotgan o'quvchilarimizning 28 nafari hali maktabni tugatmasdanoq talaba degan nomni oldilar. Hozir bu raqamni mana bugun yangilanibdi, 70 ta bo'libdi. E'tiborlisi bunday o'quvchilarimizning 12 nafari dunyoning nufuzli oliygohlarining grantlarini qo'lga kiritish baxtiga muyassar bo'ldilar. 3-o'rin sohiblari. Buxoro tuman 7-son musiqa maktabi o'quvchisi dutor yo'nalishi bo'yicha Parizoda Amirovani Guldiroz Qarsakiylar bilan birgalikda Qorako'l tuman hokimligini tashakkurnomalari hamda sovg'alari bilan taqdirlanadi. Qarsakiylar. Yana 3-o'rin sohibi Shofirkon tuman 9-sonli musiqa maktabi o'quvchisi Og'abek Shavkatov akordeon yo'nalishi bo'yicha Guldiroz Qarsakiylar bilan Qorako'l tuman hokimligini tashakkurnomalari hamda maxsus sovg'alari bilan taqdirlanadi. Yana bir 3-o'rin sohibi Shofirkon tuman 3-son musiqa maktabi o'quvchisi Iqbolbek Ibodov doira yo'nalishi bo'yicha Guldiroz Qarsakiylar bilan tashakkurnoma hamda maxsus sovg'alar bilan taqdirlanadi. Ushbu o'quvchilarimiz o'z mutaxassisliklari bo'yicha san'at, madaniyat sohasida yuksak cho'qqilarga erishgan g'oliblarimiz. Endi 2-o'rin sohiblarini tanishtirib o'taman. Marhamat, 2-o'rin sohiblari Vobkent tuman 8-son musiqa maktabi o'quvchisi, 1-o'rin sohibi Qorako'l tuman 16-soni musiqa maktabi o'quvchisi Lobarxon Artikova chang asbobi bo'yicha yuqori o'rinlarni egallagan albatta qizimizga Qorako'l tuman hokimligining tashakkurnomalari hamda sovg'alar muborakbod bo'lsin. Zakovat shahri Qorako'l muzaffar hayotning Ey do'st, bizning davlatimiz o'zbek bo'lganimiz. menman. Nihoyat istiqlol quyoshi nur sochdi. Mana xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Zobirov Guldiroz Qarsakiylar bilan birgalikda. Xayr, maktabim Qarsakiylar. Rahmat. Assalomu alaykum Qorako'l shahri. Avvalambor sizlarni ko'rishdan juda ham xursandmiz va qolaversa bu yil barcha bitiruvchilarimizni ham tabriklaymiz. Boshlaymizmi? Qani ketdik bo'lmasa. Qani yaxshilab. Nega sen savolimga javob bermaysan? Qanday o'tganman jonim, yosh bo'lib o'ynaganman jonim. Otalarga, onalarga rahmat. Eski shahar hayotli maktab. Eski shahar hayotli maktab.
Nega ishondim men senga jonim, nega? Va gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Qo'yil. Yoshlariga ham baraka topsin. Mana shuncha odamlar yig'ilgan ekan. Endi avvalambor mana hozir 24-25 kunlari albatta bizning bitiruvchilarimiz kuniga shuning uchun o'tirganlar ham o'zi bitiruvchiga kiradi. Qarsanglar bo'lsa bitiruvchilarimizga. Xayr, maktabi! Rahmat. Yana bir bor tabriklaymiz bitiruvchilar. Sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.